Assalamu alaykum hammaga, xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar. Men o'tganda mana pedilant gulümni qirqib, chelenka qilishni o'rgatgan edim. Mana qirqqan joylarimdan shuncha o'sha mana 3-4 tadan yangi barglar chiqarib qo'ydi. Oldingizda mana qirqib o'rgan joylarim mana bari ko'rinib turibdi mana. Qattiq bo'lib qoldi. Mana yangi yonidan mana yangi shoxlar hammasi chiqardi. Men bularni mana kesib, suvga solib, aloy suvga solib, bu qilib ko'rsatgan edim. Bittasini men mana hech kimga aytmay o'zim prosta u yutib ham tushirmadim shu paytda. Ikkitasini tushirib qilib olgandan keyin ikki donasini o'zim mana kofe ichgan idishimga qildim. Ikkitasini tiqib qo'ydim. Ildizsiz, hech nimasiz, prosta o'zini shundoq aloy suvga solib, keyin ekib qo'ydim. Mana bular ham ikkalasi yangi shoxlar chiqarib turibdi mana. İkkalasidan ham yangi shox chiqdi. Значит, tagida ildizi apyapti degan so'z bu degani. Endi mana yanini kesib qilganlarim bari mana yangi shoxlarni mana chiqardi. Buni endi men sizlarga ildizini ham olib ko'rsatay. Mana. Ildizlari hammasi ildiz chiqarib kelyapti. Appoq ildizlarni chiqarib kelyapti. Mana bu birida ham mana yaqinlatib mana ko'rsatyapman. Baridan appoq ildizlari chiqib kelyapti. Bu yana bir hafta turgandan keyin, o'sha ildizlar sal kattaroq bo'lgandan keyin men ekib yuboraman. Bunga o'xshatib, sirazi men garshoklariga ekib yuboraman. Nega buni men sotmayman, o'zim uchun qilyapman. Uyga chiroyli qilib qo'yishga ko'paytirib. Sizlar ham mana shunaqa uslub bilan ko'paytirsanglar, значит bo'lar ekan. Mana hammasi appoq ildizlari atib kelyapti. Yonidan уже mana yangi pobeglarini chiqargan. Mana oldingi kesgan ikkita bargim maytdaydi. Уже ular sarg'ayib bir xillarni to'kib yubordi. Mana yonidan zato yangi shox chiqib turibdi. Suvini mana hozir almashtirib qo'yaman. Suv mana shunaqa bo'lib 3-4 kun tursa sal sarg'ayadi. Shunda suvini almashtirib turaman. Buni значит mana suvga solmasdan eksa ham bo'lar ekan. Men buni atay eksperiment qilaman deb qilib ko'rdim. Shuni qilgan paytda buni ikkitasini tavakkal xudo deb tiqib qo'ydim. Mana bu ham shox atib turibdi. Значит, tagida mana bularda ham shox atdi, tagida ildizi bor. Значит, bu ham shox atgan tagida ildizi bo'lib turibdi. Bo'lmasam o'lib qolardi. Endigacha bundaq turmas edi, so'lib, yug'ich bo'lib qolardi. Mana bunaqa uslub bilan qilsa ham bo'lar ekan. Tuvakdagisi ham mana ko'karib, bari yaxshi yonidan shox atib, bakoy atib turibdi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar. Hammanglar Allohga omonatsizlar.